Assalomu alaykum qizlarjonim. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bugungi dushanbani boshlagandik. Sizlarga gidrapartiya uchun kecha kelgan nimalar oldim. Buni endi qanaqa qilamiz desa, shundoq qo'yib, raqam qo'yamizda, raqamga qarab turib, ichidan chiqsa, sizlaring bilan ko'chagachalar olib ketishamiz. Kuzatishda davom etgan. Men sizlarga bugun bolajonni xiralashini, qachon xiralashadi, qachon xiralashmaydi shu haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Kengroq ma'lumot olishni xohlasanglar, YouTube kanalimga o'tsanglar, ko'proq ma'lumot berilgan videolar bor, eshitib chiqsanglar bo'ladi. Kunlaring xayrli o'tsin.